Ana xolos, Vinicius Junior Real Madrid prezidentiga shart qo'ydi. Asadbek Hakimov kanaliga obuna bo'ling, hozir tushuntirib o'taman. Real forwardi Vinicius Junior o'ziga xos futbolchi deb hisoblaydi. Matbuotga ishonadigan bo'lsak, braziliyalik futbolchi Madrid klubi prezidenti Florentino Perezga ultimatum qo'ygan. Defensa Central nashrining blogeri Pepe Collinsga tayanib xabar berishicha, Vinicius shaxsiy suhbatda Perezga Xabi Alonso murabbiylikdan ketgan taqdirdagina klub bilan shartnomani uzaytirishni aytgan. Avvalroq Vinicius o'zini yetarlicha baholanmagan deb hisoblash haqida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Amaldagi shartnoma Viniciusda Real bilan 2027-yilning yozigacha imzolangan. Yana bir xabarga ko'ra, Rodrigo ham Realdan ketish arafasida turibdi. Unga asosiy da'vogar Tottenham hisoblanmoqda. Perez esa 250 million sarflashga tayyor. Kelasi yozda Declan Rice va Bradley Barkalani sotib olib, jamoani kuchaytirishni rejalashtirmoqda Madrid. Rahbariyat ushbu transferlar uchun allaqachon 250 million yevro ajratgan va Xabi Alonso o'yinchilarni sotib olishga rozilik bergan. Xo'sh, sizningcha Vinicius va Rodrigo Realdan ketishi bu to'g'rimi yoki noto'g'ri? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.